Hammaga salom. Salom YouTube ahli. Sizlar bilan men Shohjahon 12 YouTube kanalida bugun yangi video olishga harakat qilamiz. O'tgan videomiz juda ham ko'p prosmotr olgani uchun men xursand bo'ldim va bugungi videoni olishdi. Xo'sh. Videoni tez chiqardim. Video olganim ham 2 kun, 3 kun bo'lib ketdi. Men jalba qilmayli, o'sha uchun ko'p prosmotr olganlar. O'sha uchun men shuncha tez video chiqaraman. Keyin bir narsa bo'ldi. Hozir yuzda pastga tushib like bosib obuna bo'linglar. Xo'sh, bugungi maqsadimiz ikkinchi qavatini quramiz va takoy yana bitta firma, ana bu yoqqa bitta firma quramiz. Ana bu yoqqa bitta port quramiz. Xo'sh. O'sha ishlarni qilamiz. Xo'sh. Unda boshladik. Daraxt chopishdan boshlaymiz ishni. O'tgan videomiz 300 dan oshiq prosmotr olibdi. O'sha uchun men bu videoni tezda chiqardim. Shuning uchun men videoni olyapman hozir. Xo'sh, golem qani? Golem uruvdi. Xo'sh, tabiat chiroyli. Golemni urib golem yo'q. Qayerda ekan u? Menimcha o'tgan videolarda uni o'ldirgan edi. Xo'p, tak ketdik bolalar. Baribir daraxt chopib kelamiz. Xo'sh, daraxtlar shu tomonlarda edi. Bo'layli. Xo'sh, pastga tushib like bosinglar hozirga. Tezroq video chiqarishni xohlasanglar, pastga tushib tezda like bosinglar. Agar bularni qilgan bo'lsanglar, videoni tomosha qilishinglar mumkin. O'g'ildan olamiz. Bug'orlagan keyingi qismlarda tushamiz. Bug'orlarga keyingi qismda tushamiz va temir aslahalik bo'lamiz. Yangi versiya yo'qqan ekan bolalar, shu uchun yangi bir vijvani davom ettiramiz. Tamam, bularni ham olaylik. Hop, tak. Temir. Hop, ketamiz. Xo'p, bolalar, vaqt chegaralangan. Nimaga? Xo'sh. Daraxt hammali. Hozir olamiz. Bu yerdagi daraxtlar hammasini chopib ketdi, menimcha. Bitta bor ekan. Xo'sh, mana bitta daraxt bor ekan. Kommentariyada xo'sh yozinglar. Video yoqyaptimi, yoqmayaptimi o'shaning uchun. Shularni ham shu bilib olamiz. Hop, ketdik. Uyga boramiz. Uyimizni tepasini quramiz.
ekan. Vaqayam o'tamiz albatta. Xo'sh, ketdik. Qishloqlar yuribdi. Sal qochishlar bo'ladi, no. E'tibor bilmaysizlar. Xo'p. Daraxtlar o'syapti. Uyga kirib uxlaymiz. Xo'sh. Ikkinchi qism albatta chiqadi. Men 4-chi qismmi, 3-chi qism bilmadim. Xo'sh, o'shanga qarab ish tutish kerak. O'sha narsalarni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Tak, bo'ldi. Tez qurib tashlaymiz. Bola o'tgan videoga qaraganda diskomfort bo'lganman. Ya'ni komfort hamma qulayliklarga ega degani. Video yoqayotgan bo'lsa pastga tushib albatta like bosing. Hech vaqt aytib bilmadim, lekin arziydi like bosishga. Xo'sh. Mana vaqdan. Oho, bizga juda ham ko'p daraxt kerak ekan. Albatta olamiz. Daraxt qolmadi, mayli, boraylik. Xo'p. Tak, daraxt tugadi. Hozir biza bir ikkita fakel yasab olaylik-da. Bo'ldi. Fakel bilan uyimiz yanada yorug'roq va ko'rkamroq bo'ladi. Mana bu yerga ham bir ikkita qo'yamiz. Va bu yoqqa. Bo'ldi, endi mana bu yoqqa dekoratsiya qilamiz. Xo'sh, ketdik. Hozir xo'sh, daraxtlar tez o'ssa, daraxtimiz juda ham kam. Daraxt zo'rlar umuman yo'q. Daraxt zo'rligi olaman. Bor ekan bir ikkita bo'lsa ham. Eslatib o'taman. Uzubi 225 past chiziqcha 2 ga katta rahmat aytishimiz mumkin. Chunki u sabab shunaqa videolar chiqyapti. Xo'sh. Daraxt zo'rga borish kerak, tez. Daraxt zo'rlar yo'q, cho'ta. Daraxt zo'rlar yo'q. Xo'sh. Jungli daraxt kerakmas. Tez daraxtlarni olish kerak. Daraxt yo'qmi boshqa? Xo'sh.
Şu daraxtlarni olamiz. Tez uyimizni yopib, ikkinchi qavatimiz qurib, fermalarni qurib ishimiz kerak. Daraxtlardan olib ketamiz. Xo'sh, boshqa daraxt yana bor ekan. Xo'sh, 303 ta daraxtimiz bo'ldi. Qayerdan keldimmi? Keyin yarasha olib ketamiz daraxt. Xo'p, ketdik. Bo'ldi, shuncha daraxt yetib qoladi hozircha. Hozircha yetadi shular. Chiq. Xo'sh, endi uyga ketdik. Bo'ldi, uyga ketdik. Xo'sh, shuncha daraxt qo'yganimiz yetadi. Qolganini keyingi qismlardan olib ketamiz. Uyga boramiz, tomni yopamiz. Xo'sh. Allohni. Videoni men umuman stop qilmayman, chunki nima desanglar, stop qilsam video tamom 3 ekan, o'sha uchun stop qilmasdan video olaman. Bironta ham daraxt o'smadi, lekin bu daraxt o'sdi. Tak, endi bitta daraxt olamiz. 24 ta oldik. Hozir shaxta tushish manda. İşlerimiz juda ham ko'p. 1 2 3 4 5. Tamam. Şu daraxt olsam bo'lardi de. 1 2 3 4 5. Böyle yetadi. Qolgani kerak emas. 1 2 3 4 5. Xo'sh, endi mana bu olaga ham qilib chiqamiz. 1 2 3 4 5. Xo'sh, ana upside. 1 2 3 4 5. Bo'ldi. Ana endi bir yopib chiqamiz. Xo'sh, video tugab bo'ldi. Video shulardan iborat. Xo'sh. Bolalar, video shulardan iborat edi. Pastga tushib, tezda like bosib obuna bo'ling. Sizlar bilan Shohjahon 12 kanalida yangi video. Agar videoni like bosib obuna bo'lgan bo'lsanglar, hammaga xayr.